Xo'sh. Zavod bo'lmayapti. Kompresslar cho'tki. Hamma joyi joy. Faqat ayb men. Benzin bermayapti karburator. Havo bilan ketyapti. Karburatorni remont qilamiz. Shlankalarni qotib qo'ygan, almashtiramiz. Mana yeching. O'tkazib qo'yaman mashinaga. Qayerga o'tkazib qo'yaman? Kecha anamal issiqda shunday bo'lib qolgan. Anamal issiqda ishlagan yo'q. So'raydi yotgan. Kanser Qanish qotirganda sovuqlik qilgan. Kanser yotayotgan. Xo'p, karburatorni tagida 4 ta mana bolt yechamiz. Xo'sh, mana shu havo tortishiga mana shu o'rtadagi mana shu sariqda ichidagi kichkina rezinacha bor. Mana shu sabab bo'ladi. Filtrlari top-toza. Buni nima qilish kerak? Buni ignani olinadi. Mana shu 4 ta narsa sal tepaga ko'tarilib qo'yiladi. Buni tekshirish uchun mana hozir shlanka mana shu o'rtasiga qo'yiladi. Puflaydi. Ichkariga qarab puflash kerak. O'ziga tortganingizda havo kelish kerak edi. Puflaganda yopilish kerak. Bu shunda klapan bo'ladi bu. Ikkala tarafga o'ynayapti. Shuning uchun mana igna olinadi. Sal ko'tarib qo'yiladi. Netdir. Dam solamiz. Va mana o'zingizga tortganingizda havo kelish kerak. Pudaganingizda yopilib qolish kerak. Bo'ldi. Joyida. Endi yig'amiz. Yig'ing. Ko'p qiyin narsa emas. Xo'p, mana karburatorda qotirdik. Qo'tirdik. Mana endi benzin liqqa kelyapti. Endi zavod qilamiz. Prujnalarni troslarni joyiga qo'yamiz. Patrosti yopamiz, qachat qildik.